Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Razmeriga keladigan bo'lsak, akalar, razmeri 3x1.70 lik bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Ichki xonalarimiz bu razyevalkasi bemalol joyimiz kengina, kirlarni yuvib kelinlar bemalol sovuqda kunlarda ham ishda qilaveradi. Mana ko'rsatib o'tamiz bir boshdan. Mana avtomat gul shatirlarimiz. Eshiklarimiz akva stilda temirdan qilingan, chidamligi baquvvat. Mana tumanka svetlar, portichkalarimiz chetga ishlaydi. Mana yoqqanmasa like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lganlar obuna qo'ysalar xursand bo'lib qolamiz. Mana polvon 80 talik aristollar qo'yib berganmiz. Mana rozetkalar bor. Metal vitix isitgich joylarni tashlab ketganmiz. Hozir qo'yib, bugun kecha xudo o'zi egalariga topshiramiz.